Endi Bu ichkariga ne qochish kerak? uni patologiya bitgan varianti. Darvozaxonamiz 8,5 ga 4,5. MDFli patolog. Shunaqa patolog qildirmoqchi bo'lganlar Doniyor ustaga murojaat qilsanglar chiroyli qilib berashlaring. Bunga ketgan xarajatlarga qiziqadiganlar ma'lumotlariga ustaga murojaat qilsanglar batafsil sizlarga tushuntirib hisoblab beradi. Ish ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa remontlar qiziq bo'lsa, bizdan uzoqlashmaydi. Uni orsi tekla qilib, yonadigan qilingan. Videoni shunaqa MDF patolog qildiraman deb yurgan tanishlaringga taylab qo'yinglar.